alaykum. Toybola kanalining hurmatli obunachilari, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Andijonlar sog'mi, ro'zalar bilan qiynalmayapsizlarmi? Bugun xudo xolasa yana proyektdamiz. Ishlar juda ham avjida. Hasharchilar juda ham ko'p. Kechagi latoyda davomi bo'lyapti. Mana mashinada tekizlab. Hormanglar. Hormanglar. Tekizlab chiroyli qilib mana. Hamma yo'g'ini. Bu yo'g'ida usta akalarimiz blok turishyapti. Charchamayapsizlarmi? Bu yo'g'ida akamiz ayvon qilib beraman degan shu ayvonni qilishyapti. Ishlar bugun juda ham avjida obunachilar. Xudo xolasa mana nari uyda poli bo'lgan. Bu uyda polini qoqishyapti mana xudo xolasa harakat qilib. Bu uyda pol xonasini poli bo'lgan. Endi bu xona bor. Hormay Farhon aka? Charchamayapsizmi? Salomat bo'lsin. Toybola. Toybola kanali. Nimaga? Ishlar avjida. Ishlar avjida, juda ham ko'p, hasharchilar juda ham ko'p. Azar ishlar juda ham avjida. Hammani yurib xizmat qilyapti Nuriddin akam ham. Nima gap santexnik aka? Zo'r hammaga. Bo'lyaptimi? Sherali aka, bugungi hasharchilar juda ham ko'p. Toybola kanali. Assalomu alaykum, hurmatli Toybola kanalining obunachilari. Mana ishlarimiz juda qizg'in. Juda ham qizg'in, ha? Xudo xolasa bari materiallar olib keldi, zagat o'tkazdi. 3 kun yetkazdik. Plastik olsangiz bu. Plastikka yordam qilib olsa obunachilar xudo xolasa. Bilishadi o'zi. Dilga nima. Xudo xolasa. Ishlar juda ham avjida obunachilar. Qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Ey aytlar. 5 mingtadan o'tibmiz. Hammalarga katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlayotganlaring uchun juda ham katta rahmat, xursand bo'ldim. Hammalarga rahmat. Sog' bo'lib turinglar, podeshiyada bo'linglar obunachilar. Bundan avval endi qo'shiqqa chiroyli qilib video ishlayotgan jarayonlarimizdan. Sog' bo'lib turinglar. Obunachilarga rahmat Azizbek. Mana hasharchilarga ham duo qildim, ustalarga ham duo qildim. Omon rosa xursand bo'ldik eshi. Ana shunaqa duo qilib turinglar azizlar. Sizlar duolaring bilan biz. Hurmatli obunachilar, yaxshi nima bo'ladi? Qora qog'ozlari ham bor. Ishlarini tepasida. Qog'ozlari bor, xudo xolasa hozir ochib qo'yamiz ularni. Hamma narsasi bekami ko'z qolasa. Duoda bo'lsa bo'ldi. Duoda bo'lsa. O'shani o'zimizga katta naqa motivatsiya. Ha, motivatsiya berib turadi-ku. Ustalarni, hasharchilarni xudo xolasa. Chinoto katta shaharlardan kichik muammolar bo'lib turadi. Yaxshi bo'ldi. Aristondan Assalomu alaykum, mana kelyapmiz hasharga. Obunachilar ishlar juda ham qiziq. Hadi yıkılanın bu kim oldu mu? Yıkılanın vurma. Yok şu vereyim baba. Ne yoksunuz? Ha? Şu vereyim. So'rash qo'y. Farhodjon so'rash. Farhodjon, mana so'rash qo'y. So'rash. Laj bosib qo'ysin. So'rash. So'rashingiz, siz so'rashadi. Qadrdona. Qale bo'lyapti. Qo'labek. Qale. Yaxshi. To'g'rimi? Bu akajon arqon qayerda edi? Burilishdi. Yurib o'timiz ham. Hozir.
bo'lsa buni qilish kerak. O'zida ishlar avjida. Qismi ketyapti. Havoda kelgan hozir mana. Qoloq ishlayapti. Guvoh qo'ylar, tanzorlar, sovusiz polqoq egalarimiz ham. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Toybola kanalining nashriga obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Baraka topinglar. Challenge'da qatnashayotganlarga malades. Bugun mana challenge'da Jamshidbek video qo'yadi, xudo xolasa ko'rasizlar. Bunyodbek, nima yeb yuribsiz? Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ish jarayonlari qizg'in ketyapti. Hasharchilar chiqqan ko'chani qilishyapti. Ustakalar kelgan devor urishyapti. Akalarimiz ham pol qoqishyapti chiroyli qilib. Nari qo'llar qoqilyapti. Kampaniya akamiz bochka qo'yib, tepada u aka ovora. Ular hamma qimilayapti bu yerda. To'xtab qo'ygan odam yo'q. Qo'l qoqsan joylar. Ne chiroyli bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Ag'ayni xudo xolasa, ikkisini o'tiradigan joy bo'ladi. Tafsili bo'ladi, taqolas. Bugun daryo shunaqa tanqid ovozlar chiqadi, akalar. Güzel qo'llab-quvvatlab turib, challenge qilamiz. Barakalla. Obuna bo'lishadi hammasi. Alaykum aziz obunachilar. Toybola kanaliga obuna bo'linglar. Toybola kanali eng zo'ri. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Toybola kanaliga obuna bo'ling. Ajr mukofotlariga, savoblarga sherik bo'linglar. Assalomu alaykum obunachilar, sog'-omonmisizlar? Toybola kanaliga like bosib turinglar. Yangi kirganlar obuna bo'lib turinglar. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Toybola kanaliga obuna bo'linglar, like bosmaganlar like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum mening aziz birodarlarim. Assalomu alaykum mening mehribon yurtdoshlarim. Hammalaringizga Allohning ulug' kunlari ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, men shu videoni ko'rib har kuni quvonchim ko'nglimga sig'may sizlar bilan kanallar orqali ko'rishni lozim topdim. Aziz yurtdoshlar, shunday ekan Hatamtoy, Rustamjon va Toybola kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Bog'lari bor, bog'i bor, bir-biridan buyog'i bor. Bog'lari bor, bog'i bor, bir-biridan buyog'i bor. Va'dasiga vafodor, ey marg'ilonlik yigitlar. Va'dasiga vafodor, marg'ilonlik yigitlar. Nur yog'adi yuzidan, o't chaqnaydi izidan. Nur yog'adi yuzidan, o't chaqnaydi izidan. Qaytmaydi hech so'zidan, marg'ilonlik yigitlar. Qaytmaydi hech so'zidan, marg'ilonlik yigitlar. Marg'ilonlik yigitlar, marg'ilonlik yigitlar. Yuragida g'ayrati, ot hurkitar savlati, kam bo'lmasin davlati. Marg'ilonlik yigitlar to'yda yayrab o'ynaydi, o'ynamasang qo'ymaydi, bizda cho'ntak kavlaydi. Ey marg'ilonlik yigitlar,
Marg'ilonlik yigitlar, marg'ilonlik yigitlar. Davralar to'lsin deydi, sho'xidan to'lsin deydi, nog'ora chalsin deydi, marg'ilonlik yigitlar. Oy qizlarning yuragi, orzulari ertagi. Oy qizlarning yuragi, orzulari ertagi. Mard yigitlar erkagi, marg'ilonlik yigitlar. Mard yigitlar erkagi, marg'ilonlik yigitlar. Marg'ilonlik yigitlar. Qashqarda Xatamjon aka da'vatda o'zimdan kattalar qadrdonlar. Xatamjon aka deyishaveradi. Meni nima aka deyishar ekan deb o'ylayman. Siz esimda yo'q. Siz ham adimi Xatamjon aka bo'lasiz-da. Bo'laman yaqinda xudo xolasa. Yildan-yilga qariyapman jigarlar. Meni fasad ancha qo'shilib ketdi. Rustam akam aytmoqchi, betingizni bu tarafiga 300 gram, bu tarafiga 300 gram qo'shilib qolibdi. To'ppa-to'g'ri. Ashnaqa. Tanjonlarning Qashqarga duo qilib qo'yinglar. butunlay oshirgan yo'q. Qarg'aydi bo'yinlarga. Nuriddin akam duo qilib qo'yinglar. Qadrdonlar. Mana suvlarni tortib, mana bitta suv, menga tandir o'choq qilaman dedim, eshitib qolib qaranglar, aytganim yo'q. Eshitib qolib tandir o'choq qilaman dedim, uka. Tandir o'choqda oldida bitta suv bo'lish kerak. Non yopayotganda ham kosaga suvni quyib olib, nonni qo'llab turib nonni keyin yopadi. Keyin jonchoqda suvni olib separdi tandirga. Kerak bo'ladi-da. Mana men tortib kelib o'zi ko'ylab hozir. Ikkanta suv chiqarib qo'ydim. Endi xudo xolasa Alloh rozi bo'lsin. Endi shu tandir o'choq qilishimiz kerak. Mana mahalladan terak berib yuborishgan ekan. Ash teraklardan bir narsa qilib navaz qilamiz. Shipirimiz bor ortib qolgan. Tualet tomiga, mashitga bilmadim endi yetarli. Yetgancha. To'plab bo'ldi. Akfara undagan Toybola kanalini qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Challenge, muhimi challenge o'rnatib har kuni shu kanalda videolarni chiqib ko'radi, xudo xolasa. Men Xotamta kanalida ham aytib qo'yaman, nima chiqib qolibdi degan aytamiz. Akfaramiz o'rnagan mana chiroyli bo'lib. Endi atko'slarni olinsa, addelkachi akalar bormiz. Kuzatib ekan, bir kundan hashar kelinglar. Mana bo'lib ketsin, qadrdonlar. Keyingi hafta final qilaylik, jigarlar. Addelkasi qoldi. Bo'ldi, pataloyini mana shu ustakalarimiz qilib bersa, 1-2 kun ichida xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalar, kartalarga faqat addelka ishlarini qoldi. Shu addelka ishlariga ozgina yordam berib qo'yinglar. Rodman olib kelamiz, imkon qadar Rodmanda surkaymiz. Mana kafelkiligimizga yetmasa agar kafelkilik qo'shamiz 5-6 qop. Mana orqa taraf G, hozir sizlar Xotamta kanalida ko'rsatdim. Mana shu orqa taraf G da, xuddi shuni tepasidan kafelkilik surkab qo'ysak, yomg'ir chachinga yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Shu duo qilib turasizlar, ehson qilayotgan insonlar duo qilib qo'yinglar. Mana ustakalarimiz mana eng bir nima desam bo'ladi, mehnat sevar ustakalar mana Sheralaganmi brigadasidan mana Faxriddin akam faqir ko'tarib ketyapti, uni ko'rsatib qo'y. Ko'z tegdi, sirazi qo'qinib ketdi. Kelar, qo'llar. Mana qo'l bo'lib qolsa chiroyli bo'lib, keyin akveshi o'ynaydi. Bu akveshi ham bru 30 ga 240 ni olganmiz. Hozir bu biz joyimiz 147. Shunga agar nima bo'lsa bir tarafiga ja bo'lsa shilaka bo'lib urib chiqamiz-da endi. Chunki mana bu tarafini askosini chiqarganmiz mana 10 santimetrcha. Mana bu tarafdan chiqarmagandik. Biz endi 140 bor deb o'ylaganmiz-da. 140 standartda bo'lmas ekan, 130 bo'lar ekan. Shuning uchun mana bu tarafiga ham mashinacha bir g'ish urib qo'ysak, keyin eshigimiz bemalol tushaveradi. Hollar bo'lgan, bugun mana xonani patologiyaga rekan qatirib qo'ydi Sheralaganlar. Endi ertaga mana xonaga o'tishadi. Mana xona poli bo'lib qolsa, shu endi hammomimiz bor. Hammomimizni ham endi kafel boshqa qilib, jali rasxod ko'paytirmaymiz-da, imkon boricha maqtaveramiz-da. Shunaqa gaplar. Endi obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ozgina qoldi finallarga. Finallar bomba, ajoyib finallar bo'ladi. Surprizlar bor finallarga, xudo xolasa. Qadrdonlar, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Mana shu kanalda ham finalga 10 ming qilsak, zo'r bo'ladi. Obuna bo'lmay juda ko'pchilik ko'ryapti. 20 ming, 30 ming odam ko'ryapti. Lekin obuna bo'lmaysizlar. Pul olmaysizlar, obuna bo'laylar. Xafa bo'lib qolamiz.
Obuna bo'lmasalar video qo'ygimiz ham kelmay qoladi. Xo'sh. Videoni ko'proq qo'ying deysizlar, o'zdan obuna bo'lmaysizlar. Sizlardan ugina, bizdan bugina. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.